boshqalar uchun saboq bo'lib yashaydi. Ularni ketdi, dunyodan o'tdi deyish unutish mumkin emas. Ular mangu qalbimizdadir. Bugun nafaqat o'zbek xalqi, balki butun Markaziy Osiyo musulmonlarining faxri, atoqli ulamo, Qur'oni Karim ma'nolarining zamonaviy o'zbek tilidagi ilk tarjimoni, ustozimiz olim Shayx Alovuddin Mansurni xotirlaymiz. Insonlarga bir so'z aytmoqchi bo'lgan kishi yelkasiga juda katta mas'uliyat oladi. Demak, o'sha aytadigan so'zi haqida puxta bilimi bo'lmasa, og'zini ochmagani yaxshi. Shayx Alovuddin Mansur 1952 yil 1-may kuni Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatining Qorasuv shahrida tug'ilgan. 7-8 yoshlaridan boshlab diniy ta'lim olishni boshlagan. Ota-onaga oq bo'lgan bola eng baxtsiz bola. Ota-onaga oq bo'lish deganda ota-ona oq qildim deyish shart emas. Ota-onaning ko'zini yoshi o'zi oq deganligi shu. Shayxning ilk ustozlari nafaqat o'zbek xalqi, balki butun Markaziy Osiyo musulmonlarining faxri bo'lib ulg'ayishida, u insonning atoqli ulamo bo'lishida katta hissasini qo'shgan Xolisxon ona, ya'ni Shayx Alovuddin Mansurning onasi bo'lgan. Shu bilan birgalikda rahmatulloh alloma Abduvosiy qori dada va yana o'sha davrning ko'plab ko'zga ko'ringan ulamolaridan ta'lim olgan. 1994-yil Qorasuv shahrida Shayx Alovuddin Mansur tashabbusi va boshchiligida qurilgan Imom Buxoriy jome masjidi xalq tilida Alovuddin Mansur masjidi nomi bilan tanilgan va har yili Shayx Alovuddin Mansur o'sha masjidda muqaddas Ramazon oyida xatmi Qur'on qilishni xush ko'rardilar. Shayx Alovuddin Mansur 2000-yili Qorasuvda tashkil etilgan Muqaddas Qur'oni Karimni o'rganish ilmiy markazining ham mudiri bo'lganlar. Shayx Alovuddin Mansur o'z faoliyati davomida xalqimiz uchun betakror tarjimalar va qimmatli asarlar yozib qoldirgan. Ulardan Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi, Badoius Sanoiy, Imom Azam buyuk imomimiz kitoblari. Keyinchalik Imom Azam buyuk imomimiz kitobi qirg'iz va rus tillariga tarjima qilingan. 1999-yilda uning tashabbusi bilan Qur'oni Karim ma'nolari qirg'iz tiliga tarjima qilinib, chop etilgan. Ulamo Qur'oni Karim ma'nolarining turkman, qozoq, uyg'ur va rus tilidagi tarjimalariga ham bosh-qosh bo'lgan. Joriy yildan boshlab Qur'oni Azim mufassal tafsiri ham nashr etilishi ko'zda tutilgan. Shayx Alovuddin Mansur 2020-yil 68 yoshida Toshkent shahrida bu foniy dunyoni tark etdilar. O'zbekistonni sevib, unga talpinib yashagan olimning so'nggi manzili o'zi sevgan tuproq bo'ldi. Ulamo Toshkentdagi Shayx Zayniddin ota qabristoniga dafn etildi. Shayx Alovuddin Mansur atrofdagilarga nisbatan xushmuomala, mehribon, ochiq ko'ngil va barchaga birdek munosabatda bo'ladigan inson edilar. O'zidan ilmli shogirdlar va solih farzandlar qoldirdilar. Shayx Alovuddin Mansur hazratlarining xalqimiz uchun qoldirgan katta meroslari, qimmatli asarlari, betakror tarjimalari va 14 asrdan so'ng birinchi bor muqaddas Qur'oni Karim ma'nolarini zamonaviy o'zbek tiliga tarjima qilganliklari har bir o'zbek, o'zbekistonlik uchun katta faxr va g'urur tuyg'ularini bag'ishlaydi. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Bu o'zgarmas haqiqat. Butun umrini ilmga, muqaddas Qur'onga baxshida qilgan katta bir taqdir. Katta bir inson umrining nuri va ziyosi edi. Bu nur hali uzoq yillar o'z siyosi, ma'naviyati-yu ma'rifati bilan millatdoshlarimiz, butun musulmon ahli dunyosining qalbida mangu yashaydi. O'tganlarimizni ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Muloyimgina, vazmingina birinchi bizni e'tiborimizni tortgan vazminligi dedi. Vazmin. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlarda Otabekni shunaqa tasvirlagan.
qandoqdir bir xayol ichida o'tirg'uvchi bu yigit. Qandaydir xayol ichida o'tirg'uvchi. Men hozir sizlarga aytadigan bo'lsam ishoninglar, iltimos. O'sha 88-89-yilda dastlab ko'rganda taassurot qanday qolgan bo'lsa, 2020-27 ham mana shunday edi. Muttasil ehtimol umr bo'yi Xudo bergan har lahza, har soniyada muttasil xayolga tolgan bir inson edi. Bu Alauddin Mansur edi. Ana endi adabiy gurungimiz bir avj oldi-ku. Bir avj oldi-ku. Va adabiyotdan bo'ladimi? Jamiyatdan bo'ladimi? İnsonning oddiy bir maishiy hayoti bo'ladimi? Yuzlab savol tug'iladi. Eng kichkina o'g'ilchamizdan tortib, eng katta birodarimizgacha, domla. Yuzlab savol tug'iladi. Buni nima qilsam, buni nima qilsam, buni nima qilsam? Savol tug'iladi, javob yo'q. Topilgan javoblar ham chala bo'ladi. Yaqinda islomda bolalar huquqi degan katta monografiyani o'qidim. Bu bolani kechirasiz, onani vujudidan paydo bo'lib, balog'atga yetib, oilali qilguncha har lahzama lahza yozib qo'yibdi-ku islomda.